Assalomu alaykum do'stlar. Mana choyxona, mana shu yerga kelaverasizlar. Parkovka joy, bu yerga problema emas. Parkovka joy katta bu yerga. Mana adres Shaxtiyorova 62 drop 1 ga kelasizlar. Parkovka bu yerga вообще problema emas. Mani nomimdan kelayotgan aka-ukalarga skidkasi bu. Zakasnoy osh deysizlarmi, shashlik deysizlarmi, hamma narsadan bu. Lekin bu yerga shashlikda har xil turi bu. Juda ko'p shashlik bu. Kimlardir ovishnoy shashlik deydi, kimdir baranini, gavyadini, kurinni, даже pechin deysizlarmi? Hamma narsa bu. Tandir bor. Tandir kaboblargacha bu yerga. Mana shu choyxona, shuna kelish bilan mana adres yozilgan joyga eshik. Shu yerdan kirasizlar, ketdik qani. Assalomu alaykum barcha ukalarimizga. Mana bu yerga zo'r kafe ochilgan. Kafe notini aytib o'tdim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kafemiz Layli Majnun nomi. Ochilganiga Xudo xohlasa 1 yil bo'ldi, 1,5 yil bo'ldi. Har xil taomlar bor. Zakaz oshlar qilamiz aka. Keyin banketlar qilamiz, shashlilar bor har xil. Kelsalar bemalol. Keyin adresni, telefon nomerini shularni ham aytib o'tdingiz. Adres Layli Majnun, Shaxtiyorov 62 drop 1. Murojaat uchun nomerlar 8996 428 1976 8967 618 0001. Do'stlar, keyin mani nomimdan kelayotgan odamlarga bular skidka qilib beradi. Oshmi, shashlikmi, nima zakaz qilsangiz skidkasi bu. Skidkasi bor. Adinni mana aka, xonachalar bu, adinni. Bu yerga mana o'ltirayotgan joylar zo'r, udobstvasi yaxshi. Kreslolarga o'ltirasizlar. Mana xonachalar zo'r. Mana bu yerga hozir shashliklarni men sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerga shashliklarning har xili bu. Aka shashlilar, pechin, antrikot qo'y go'shtida, говядина shashlik, krelishka, lo'la kabob, achchig'i, shirini bor aka. O'shlar bor mana. Har xil shashlilar bor aka. Yana bir 28 xil shashlik bor-da aka. 28 xil. Men lekin bunaqa shashliklarni boshqa istalovlar ko'rmadim. Tandir kaboblarimiz bor. Tandir kaboblar. Kurinli salatlarimiz bor aka har xil. Do'stlar, men lekin bu yerga har xil shashlikni ko'ryapman. Boshqa istalovlarga ko'rganim antrikot bilan lo'la kabobi. Bu yerga krilichka, pechin deysizlarmi, ovishnoy deysizlarmi, hamma narsa bu. Bu yerga juda ko'p kelar ekan. Chunki taomi yaxshi joyga odam ko'p boradi. Ikkinchi etajda ham biz video qilib qo'yamiz. Bularni to'yxonasi ham bu. Kimdir bizani aka-ukalar shu Krasnoyarskga to'y o'tkaraman deganlarga ham teppa arzon. Boshqa to'yxonalardan ko'ra joyi zo'r. Men video davomiga qo'yaman, ko'rasizlar. Joyi zo'r va arzon narxga. Kelib o'tkarsanglar to'yda bo'ladi. Mana istalovaga kelib galakishi osh zakaz qilsanglar yo boshqa narsa zakaz qilsanglar, mana bunaqa adinni xonachalar bu. Mana kim qancha? Nechta xonacha borda примерно? 7 ta kabinetimiz bor. 7 ta kabina. Ha, oilaviy mana bu yerda banket bo'ladi. 12 kishi sig'adi bu Bu yoqqa. 12 kishilik banket uchun. Oilaviy pardani yopib bemalol. Ha, bu yoqqa oilaviy kelayotganlar mana parda yopiladi, keluv va hozir nima zakaz qilib oilaviy o'ltirib, dam olib ketsanglar bo'ladi. Muzikalar bor, Muzikalar. Lekin bu juda menga ma'qul bo'ldi do'stlar. Yenisiyskiy Renikda Alliga joylashgan. Krasnoyarskga bu joy. Kelaverasizlar. Do'stlar, keyin mana alohida tug'ilgan kun o'tkazayotganlarga yo bir praznik bo'lsa, gala oilaviy hechlar yo jo'ralar kelib o'tkazayotgan bo'lsa, juda katta joylari bor ekan, Adinni. Ikkita katta dinamlari bor. Xohlagan kishi muzika qo'yib o'ynaydi. Namoz o'qish bo'lsa ham aka-ukalarga mana kulturni bir chotka qilib joy namozlarni ham qo'yib qo'yishibdi, malades. Hozir men ikkita dinamni ko'rsataman, pashti bo'yimcha. Mana bu yerga kelasizlar, tug'ilgan kun o'tkazasizlarmi? Yo bir praznikka kelasizlarmi? Dinamni kirib olasizlar, qo'shiqni gursillatasizlar, dam olasizlar. Mana bu dinamlarni ko'ryapsizlarmi? Bu yerga aka-ukalar 70 kishi odam ketadi. 70 kishi, 10 kishi yo 5 kishi emas. Birdaniga 70 kishi kelsa ham mana joy bu. Juda katta joy. Aka-ukalar, mana bu yerga bu ikkinchi xonalar Adinni. Chunki bu katta xona. Uliga 70 talik edi, buli 30 talik. Endi mana osh zakaz qilayotgan aka-ukalar bu. Ya bo'lmasa boshqa narsa zakaz qilayotgan, tug'ilgan kun o'tkazayotganlar yo bir praznikka kelayotgan, o'tkazayotganlar galakishi kelib zaynat qilasizlar. Men telefon nomerlarini, adreslarini pastga yozib qo'yaman. Telefon qilib joyida zaynat qilib qo'yasizlar.
osh zakaz qilasizlarmi, shashlikmi yo boshqa narsami? Bu yerga hamma narsa bor. Kim boshqa istalar o'yladim, bu yerning narxi girday arzonroq. Agar meni nomimdan kelsanglar, bular bu tag'im sizlarga skidka qilib beradi. Telefon qilasizlar, joyida zaynat qilasizlar, osh deysizlarmi, boshqa narsami, lekin oshlari, shashliklari juda zo'r ekan. Biz ko'rdik, shashlikda 28 turi bor. Har xil shashlik bu. Tandir kabob deysizlarmi? Hammasidan bor-da.